bitta ozon-ku. Nega endi birgina shu ozon uchun shuncha e'tibor deb o'ylayotganlarga bu siz bilan biz oddiygina ozon deyotgan bu kalimalar Alloh taolo tomonidan bildirilganligi, buyuk sahoba Abdulloh ibn Zayd radhiyallohu anhu ning tushlariga ilhom bo'lib kelib Rasulimiz alayhi salatu vasallamga yetkazilganligi bu hammamizni ozonga bo'lgan e'tiborimizni, muhabbatimizni kuchaytiradi. Qarangki, Abdulloh ibn Zayd radhiyallohu anhu tushlarda ko'rib kelib payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga buni aytganlarda Rasulimiz alayhi salom Allohga qasamki sen haq tush ko'rding dedilar. Va mana shu joyda hammamiz uchun katta bir ta'lim bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhisalom unga qarab senga bildirganini Bilol radhiyallohu anhu ga o'rgatding dedilar. Abdulloh ibn Zayd radhiyallohu anhu jon dili bilan rozi bo'ldilar. Aytmadilarki, axir tushni sohibi menman-ku demadilar. Nega endi tarixda birinchi bo'lib muazzin bo'lib men qolmasligim kerak? Ya Rasululloh demadilar, balki qalbi bilan, ko'zda yosh bilan itoat qildilar. Albatta aytib turaman dedilar. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu ga aytgin, uni ovozi senikidan balandroq dedilar. Go'zalroq dedilar. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu ga aytib turdilar va bu kalimani Hazrati Bilol radhiyallohu anhu qaytardilar. Muazzin azizlar xulqi chiroylik, odob va axloqi namuna, muloyim inson bo'ladi. Chunki u har kuni 5 mahal odamlarni najotga chaqiradi. U har kuni 5 mahal Allohning ibodatiga chorlaydigan kimsa o'zi muloyim bo'lish kerak. Chunki siz uyingizga biror bir kishini mehmonga chaqirganingizda hech qachon unga dag'allik bilan, qo'pollik bilan taklif bermaysiz. Taklifnoma hatto yozilganda ham hurmatli, qadrli insonim, marhamat qiling degan iboralar bilan taklif qilinadi. Va o'sha eshikni oldida, darvoza oldida kutib qolganda qo'lini ko'ksiga qo'yib mehmonlarni kutib oladi. Bugun esa Allohning uyiga, ibodatga, rohatga, rahmatga chaqirayotgan muazzinlar bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom ba'zan dunyo ishlaridan diqqat bo'lib ketganlarida, charchab ketganlarida bilasizmi Hazrati Bilol radhiyallohu anhuga nima deyardilar? Ey Bilol, bir ozon aytgin demas edilar. Ey Bilol, bizni bir rohatlantirgin deyardilar. Bizni bir mazza qildirgin deyardilar. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu ozon aytganda Rasulimiz alayhissalom rohatlanardilar. Shunday ekan, muazzin albatta o'zini xulqi bilan, odobi bilan, axloqi bilan namuna bo'lish kerak. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu bilan Abu Zar al-Ghifari radhiyallohu anhu o'rtasidagi voqea mashhur. Kunlardan bir kuni Abu Zar radhiyallohu anhu Hazrati Bilol radhiyallohu anhu bilan o'tirib bir narsa xususida tortishib ketib, og'izlaridan bir gap chiqib ketib qoldilar. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu ga qarab, "Ya ibn Savdo" dedi. "Ey qora xotinning bolasi, sen ham meni xato qilyapti deyapsanmi?" dedilar. Halbuki Hazrati Bilol radhiyallohu anhu qora tanlik edilar. Tabiiyki onasi ham qora tanli. Bu yerda tuhmat yo'q, haqorat yo'q, lekin shunchaki jahl ustida aytilgan gap bo'ldi. Ey qora xotinning bolasi. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu o'rinlaridan turdilar-da, xafa bo'lib chiqib ketdilar. Va payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning oldilariga bordilar. Oldilariga borib aytdilarki, "Meni shunday qildi, meni rangim bilan, onamni rangi bilan xafa qildi" deganlarida payg'ambarimiz alayhisalom juda ham xafa bo'ldilar. Va Abu Zar al-Ghifari radhiyallohu anhu oldilariga kelib, "Sen Bilolni rangi bilan, uni onasining qoraligi bilan ana qildingmi?" dedilar-da, "Senda johillik alomati bor ekan" dedilar. Bu gapni eshitar ekan Abu Zar radhiyallohu anhu yig'lab yubordilar. "Menga istig'for ayting ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam" dedilar. "Menga istig'for ayting" dedilar-da, masjiddan chiqib ketib Hazrati Bilol radhiyallohu anhu ning oldilariga bordilar. Oldilariga borib yerga yotib yuzini tuproqqa qo'yib, "Ya Bilol, o'sha men seni gapirgan qora xotinning bolasi o'sha qora oyoqlarni yuzimga qo'ymaguningcha men o'rnimdan turmayman" dedilar. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu ko'zlari yoshlanar ekan, oldilariga kelib tiz cho'kdilar-da, Abu Zarning yuzlaridan o'pdilar. "Allohga qasamki, bir bora Allohga sajda qilgan odamning yuziga oyog'imni qo'ymayman" dedilar.
muazzin shunday bo'lish kerak azizlar. Muazzin mana shunday muhabbatli bo'lish kerak. Muazzin mana shunday taqvoli bo'lish kerak. Muazzin xuddi Hazrati Bilol radhiyallohu anhudek kechirimli bo'lish kerak.